o'zbek va ingliz tilida gapiruvchi ovozli kitobimizni olib kelib qo'yganmiz. Narxi 100 ming so'mdan qisqacha ko'rsatib beramiz. Kitobning mana o'zi o'zini idishi bo'ladi. Ichida o'zini Type-C o'zini simi chiqadi. Keyin o'zi mana shunaqangi markeri. Orqa tomonida kitobimizdan orqa tomonida o'zini doskasi bo'ladi, yozib berilgan o'chirsa bo'ladi. Kitobimizga qo'shimcha ravishda mana shunaqangi partiya olib kelib qo'yganmiz. Ko'rib turganingizda sifati yaxshi. Kitob qo'yib o'qisa bo'ladi. Bemalol buni bemalol pastki yon tarafini regirovka qilib ishlatsanglar bo'ladi. Joyiga qarab moslab sifati yaxshi buni. Ko'rib turganingizda har xil joyga moslasanglar bo'ladi. Kitobimizning 50 ta 30 ta betrdan iborat. Birinchi betri alfavitli, o'zbek alfavitlari bosasizlar. Yon tomondan aytgancha o'qiladi. Bu tomondan knopkasi bosiladi, start bosiladi, boshlash. Xuddi shu shaklda o'rgatiladi. Buni bosgan paytda shundoq inglizchaga o'tadi. Keyin o'zi o'qib beradigan funksiyasi ham bor. Keyin yopiamiz. Bu yerda baland past qiladi. Qisqasi keyingi betga o'tgan paytda yana shu xuddi shu joyni bosib oladi. Xo'p, bu tomonda mana inglizcha harflar bosgan payt harfli inglizcha so'zlarni o'rgatib beradi. Ko'rib turganingizdek o'zida inglizcha bu alfavitli bo'lsa, unga qo'shimcha mos ravishdagi so'zlar berilgan, rasmlarda ko'rinishda. Bu tomonda bosilgan paytda yana sonli 1 dan 9 gacha, bu yoqdan 10 dan 100 gacha bo'lgan sonli. Ko'rib turganingizdek ranglar yorqin ishlangan, sifati yaxshi. Kitob muchamizda bunda yaxshi tarafi inglizchaga o'tkazsanglar bo'ladi. O'tgan o'zi o'tda o'qib beradi, keyin baland past o'chirib qo'ygan. O'zidan shunaqa tugmachalari bor. Bu tomonda mana har xil maxsus mashinalar, mototsikl, maxsus transport mashinalari, taksi, motobaykerlar, har xil turklar rasmdan ko'rsatilgan. Bosgan paytda buni ham xuddi shunaqa mo'ljallar o'rgansa bo'ladi. Bu yerda kitobchamizdan ko'rsatib bo'ladi. Mevalar, banan, misol kakos, tarvuzga o'xshagan mevalar berilgan. Rasmlari ham yorqin, bolajonlarga qiziqarli ishlangan. Bu yerda sabzavotlar ham bolajonlarga o'rgatishga ancha qulay ishlatilgan. Ranglari ham qiziqarli ishlangan. Bu tomonda yovvoyi hayvonlar, mana hammasi qisqacha qilib hammasi to'liq ma'lumot bergan, qisqacha o'tib ketaman. Bu tomonda uy hayvonlari, keyin bu tomonda dengiz jonzotlari. Bu tomonga o'tganingizda hasharotlarga qisqacha urg'u berib ketilgan, hasharotlarga bosasiz. Bu tomonda ovqatlar maxsus. Bu tomonda tozalash asboblari, kiyim, xolodilnik mashinaga o'xshagan kir yuvish mashinasi qisqacha ko'rsatib ketilgan. Bu tomonda qalam, ruchka, penal shunga o'xshash yumshoq o'yinchoqlar ko'rsatilgan. Bu tomonda mana Xo'p, bu tomonda mana ko'rib turganingizdek maxsus bolajonlarni yuz qosh, burunga o'xshash mana odam organizmidagi barcha o'sha qo'l, oyoq hammasi ko'rsatilgan. Bolajonlarga o'rgatishga yaxshi kerak. Bu tomonda hissiyotlar, jahl chiqyapti, yig'layapti, habibyapti, shunga o'xshash narsalar ko'rsatilgan. Bu tomonda oila, ota-ona, buvi, doda, bolachalar. Bu tomonda maxsus kasblar, mana inglizcha, o'zbekcha tillarda bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Bu tomonda ranglar qo'shimchasiga mana qizilga qizil olma, sariqga sariq jo'ja va shunga o'xshash narsalar ko'rsatilgan. O'yinchog'imizning sifati zo'r, kitobchamizdan ham aytganimdek 30 ta betdan iborat. Do'konimizda bundan ham qiziq o'yinchoqlar bor. Do'konimizda kutib qolamiz. Sofiy to'yis bilan qolinglar.